Hammaga salom. Bugun men bilan yana universitetga tayyorlanasizlar va bugungi mavzuyimiz aynan mana shu. Ya'ni biz ertalab uyg'onganimiz, ertalabki kayfiyatimiz kun davomida bizga ta'sir o'tkazishi haqida gaplashamiz. Ancha bo'ldi sochimni jingalak qilmaganimga, shunga men pastni mana shunaqa qilib olaman. Baribir pastini ob'yemi tushib ketadi. Tepasiga bo'lsa mana shunaqa qilib qotirib oldim. Eski bigujilar oyim 2 va hozir bunaqa sifatli bigujilar почти kam. Men bunaqa o'ramada qila olmayman. Xuddi shunaqa qattimrog'ini olishim kerak. Sochni yechamiz va sizlarga kechagi bo'lib o'tgan omadsiz kunim haqida gapirib beraman. Kecha men Medasmotorga borishim kerak edi. Medasmotorim Yashnobodda ekan va u yoqdan chiqib karta ochtirganim Mirobodga borishim kerak. Ish uchun edi. Va ertalab tursam, havo yopiq, yomg'ir yog'magandi, lekin yopiq edi. Zo'rg'a ko'zimni ochdim 5:40 da. Medasmotorga vaqtida borishim kerak. Shoshib boraman. Shoshib qolmang, yetib boring vaqti dedi. Tez harakat qildim va yo'lga chiqib ketdim. Ertalab настроением realni yo'q edi. Nimaga? O'zim bilmayman nimaga настроением yo'q edi. Ertalabdan borib o'rtoqlar adashib metroga emas, boshqa joyga ketadigan taksiga o'tirib qolibman. Qulog'imda naushnikim bor edi. Men o'yladim, ular taksi deb o'yladim. Ya'ni metroga ketadigan taksi deb o'yladim. Yo'lni yarimiga qarasam, cho'ta biz boshqa joyga ketyapmiz. Men ulardan so'radim, metroga qaysi taraf bilan yurasiz? O'zi ikkita yo'l bor, to'g'riga va qayrilib yuradigan yo'l bor. Ya'ni TTZdan to'g'ri ketsangiz, Feruza Masiv ko'chasi bilan u bitta yo'l. Ekobozor tarafga borasiz va Beshkepa tarafdan yursangiz agar pastga tushib, masjid va qabriston tarafdan domlar orasidan yurib borasiz. Menga mana shu Beshkepa tarafdan qayrilib yuradigan yo'l kerak edi. Qarasak, mendan u yoqqa, na bu yoqqa, hatto o'tga yetmaydigan masofaga ketyapmiz va ulardan so'rasam, metroga qaysi taraf bilan borasiz? Men aytmoqchi edim, что menga pastdan yurishingiz kerak. Ular, "Men metroga ketmayapman" dedilar. "Sizga hech qachon metro deb ham aytganim yo'q" dedilar va srazu tushib qoldim. Mendan yo'l kira olmadilar, что men adashganim uchun. Keyin bitta taksiga o'tirdim. Va men ularga taksiga o'tirishim bilan menga Beshkepa tarafdan yuring deb aytish to'g'risini aytaman, esimga kelmadi, ya'ni xayolimga kelmadi va o'tirishim bilan ko'zim ketib qoldi uyquga. Ko'zimni bitta ochishimni bilaman, Feruza Masivda, ya'ni Ekobozor tarafdan yurgan. Tushunishinglar uchun, men borishim kerak bo'lgan joy mana bu yerda bo'lsa, men mana shunaqasiga aylanib boryapman. Keyin metroga tushdim va metroda lokatsiya menga umuman boshqa joyni beryapti. O'zi unaqa uzoq joy emas ekan, prosta men o'zim aylanib qo'yay, sochim nima bo'lib qoldi. Xullas o'rtoqlar, metroga tushgandan keyin metroni o'zida ikkitami, 3ta пересадка qildim. Amallab u yoq bu yoq qilib, men dasmotorga topib bordim va to'lov qilinishi kerak ekan, o'zim to'lov bor ekan. O'sha to'lov qilayotganimda kassir menga "Pulni maydalab keling. Bizda mayda yo'q" dedi, chiqarib olishdi. Endi ko'rsangiz, ertalab va men tabiiyki mayda pul topa olmadim. Sotuvchilarga borib, "Men shu maydalab bering" desam, "Yo'q, bizda mayda yo'q." Kechirasizlar, savdo odamlarida qanaqa qilib mayda bo'lmasligi mumkin? Men tushunmayman. Rostdan pulimizni berganimiz edi. Misol uchun 100 ming talik maydalamoqchi bo'ldim. 100 ming talik berganimda ularni ko'ziga 10 ming bo'lib ko'rinadim. Pul bu muomaladagi narsa. Unaqasiga ketsa, bunaqasiga baribir maydalanib ketadi yoki bunaqasiga maydalangan bo'lsa, bunaqasiga yirik bo'lib ketadi. Chunki men o'zim shunaqaman. Ko'chada kimdir pul maydalatmoqchi bo'lsa, agar maydan bo'lsa, maydalab beraveraman. Chunki pul muomalada ekan, maydalanadi, yiriklanadi, maydalanadi. Mayli, men roziman dedim pulimga. Olib qolavering men shundan deb tashab chiqdim. O'chirib turdim 1 soat. Oxirgi momentda, ya'ni oxirgi kirishim kerak bo'lgan xonaga mendan oldin bitta chol desam g'alati eshitilsa kerak, doda deyman. Doda kirib ketib qoldilar. Ya'ni men oyoq kiyimim shunda egilib to'g'rilashimni bilaman. Ular yo'q, men o'rnimga kirib ketib qoldilar. O'shanda bilasizmi, ichimdagi shaytonim oyog'idan charbiy qilsam bo'lar ekan dedi. Chunki realni kutdim-da, endi qari odam degani xohlagan payt yugurib bizning o'rnimizga kirish kerak degani emas-ku. Va men bankka borishim kerak. Mirobod bankiga. O'sha Medasmotorga kelgan bolalardan so'rab topib bordim bankka borib karta ochtirishim kerakligini aytdim. Menga "Hurmatli mijoz, sizning kartangiz yarim daqiqada tayyor bo'ladi. Mana bu yerda o'tiring" deb o'tkazib qo'yishdi. 40 minutga yaqin kutdim. Oxiri sabrim bo'lmadi. Bo'ldimi, ketishim kerak, uzoq joyga ketaman deb borsam, "Kechirasiz. Barcha kartalarimiz brak bo'lib qolibdi. Sizga karta tayyorlab bera olmadik" deb o'sha to'zda aytib qolishdi. Unda men nimaga o'tirdim deyapman? Nimaga 40 minut kutdim?
keyin men bugun olishim kerak, menga yo'lini qilib bering, men 40 minut kutdim deyapman-da. Meni o'zim yashaydigan shaharga jo'natishdi. Aytib kelsam, o'rtoqlar, Chirchiqdagi xodim menga sizni danlaringizni jo'natishmagan, sizni kartangiz tayyor emas dedi. Shuning uchun o'tda ham 1 soatga yaqin turdim. Ya'ni menga karta kerak, Mirobodga qaytib borish niyatim va xayolim, umuman fikrim miyam bir chetiga kemayapti. Lekin men hal qilishim kerak bugun, chunki kechadan boshqa bo'sh kunim bo'lmaydi. Ishonsangiz agar yig'imashtimga kelyapti dedi. Chunki realni kun omadsiz bo'ldi. O'sha yerdagi bolalar, "Voy, uzr, sizni kartangiz kelgan ekan, mana Mamutda ekan, adashibmiz" dedi va karta eng qizig'i chap qo'lim tegdi turgan ekan. O'qishga bormoqchi edim. Yobib soatga ham qaramadim. Birinchi paramni vaqti bo'lib ketgan ekan. O'qishga bormadim. Bir kunim qoldi va hemizga kirsam, ustozlarimiz sog' bo'lishsin, mehribon, menga ham bu qo'yishibdi. Ba'zi sochim jingalak tushib ketadi. Cho'lkam yemadi, labim bo'yab kiyinsam bo'ldi va hozir dokumentlarning qolgan qismini yig'ishga ketyapman. Bilaman bu sizning qo'lingizda emas, lekin imkon qadar ertalab quvnoqroq va energiyaga boy bo'lib turishga harakat qiling. Agar o'zimdan so'rasangiz, men hech qachon kulib yuradigan qiz emasman va kamdan-kam ko'chada kulib yuraman har doim. Mana shunaqa, lekin harakat qiling, ichingizda quyosh porlasin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha